Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun yugurgan chiqdim. 20 ming pul yo'lda topib oldimda, shuni qo'limda ushlab ketyapman. Kimdir tushirib qoldirgan bo'lsa, ko'rib qoladimikin deb. Pul xijolatligi yomonda juda. Biror maktab o'quvchisi tushirganmi? Kim ekan endi? Shu yo'q-yoqqa qarab reklama qilib turibman-da. 20 ming katta pul. Shu bahona nafas rostlab olaman jinday. Kimniki bo'lishi mumkin ekan? Balkim oldindagi odamdir, balkim davom ettirsam yugurishdi. Topib olarman. Kim bo'lishi mumkin ekan?